Boylikka erishish potensiali kimda qanday? Eslatib o'taman, bu ma'lumotlar nisbatan olingan bo'lib, eng aniq ma'lumotni faqat natal kartangiz orqali bilish mumkin. Demak, boylikka tezroq erishish potensialini burchlarning boshqaruvchi sayyorasi orqali, 2 va 8 sektorlari orqali va umumiy xarakterga qarab aniqlash mumkin. Buzoq burji vakillari. Buzoqlar 2-uy, moliyaviy uy sohibidirlar. Sabrlilik, moddiyatni qadrlash, sekin-asta lekin mustahkam boylik to'plash imkonini beradi. Ular mol-mulk, yer, ko'chmas mulkka sarmoya qilish orqali tezroq boyishlari mumkin. Biroq haddan tashqari ehtiyotkorlik va o'zgarishlarni istamaslik yoki qo'rqish xavf tug'diradi. Arslon burji vakillari. Arslonlar obro'-e'tibor orqali boylik topadilar. Liderlik, ijodkorlik, mashhurlik bilan katta pullarni jalb qilishlari mumkin. Biroq dabdabaga pulni ko'p sarflab yuborishlari ularni minusga olib kirishi ham mumkin. Qovg'a burji vakillari. Qovg'alar innovatsiya, texnologiya va noodatiy yo'llardan pul topishi, startap, IT, yangi g'oyalar orqali tez boyishlari mumkin. Ammo haddan tashqari xavf-xatarli qarorlar chiqarish minusga olib kirishi ham mumkin.